Bu videoda bize dahshatli darsliklarga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chaqirib, video boshlashdan oldin masalagi bundan oldingi qismida bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli darsliklarga kirib, qotil klonni chaqirdik. Lekin bu klon o'rniga bizni chaqirmagan klon kirib keldi. Va u klon ismi Izabella. Va bizani hayron qoldirgan narsa, Izabellani qo'lida Chikoni ayirchasi ham bor edi. Keyin esa biz mana shu ayirchani olishga qattiq harakat qildik. Lekin Izabella bizga umuman shu ayirchani bermasdan, Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Izabellani tutish uchun tuzoq yasadik. Va shu paytda bozordan Goblin chiqib va Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqitgan qizil boshqalarni berdi. Va biz tuzoqqa tushmagan Izabellani shu boshqalar yordamida qiynadi. Va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda, bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi. Va bu klon kim? Qanaqa bir qonli bo'ldi. Yaxshi. Qanaka? Darknet 6-qism. Klonlarning boshlig'ining o'g'li Pumba.